Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 48 soniga xush keldinglar. Bugun biz Cumhur Reisimiz Mehmet Nala efendimni vaziyat va mulohazaning 4-soniga taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Rahmat. Siz har zaman bizga X'dan nurg'un narsalarni yo'llab tursiz. Shunga biz bugungi programmani X'ga sizning yo'llagan bu so'zlaringiz bilan boshlaylik. Günümüzde işimizning mayli qaysi sohada bo'lmasin, ilgari basmasligining bir sababi tugamas diqqat chechilishdir. Ahmiyatsiz yig'ilishlar, ahmoqona pandi nasihatlar, galvon fatvolar, tuturuqsiz suhbatlar, ma'nisiz yozmalar. Bular shu qadar ko'pki diqqatni chechib qolmay, nimaning muhimligiga bo'lgan sezginimi xunuklaştırıydı. Texmi yomoni u hamma odamni muhim bir ish bilan mashg'ul bo'layotgandek oxiri chiqmas ham xayolga sep qo'ydi. Diqqat chechilgan sari odam diqqatini yig'ish uchun diqqatni chachirgan uchurlarga o'zini urdi. Urgan sari chechiladi, chechilgan sari o'zini yana urdi. Yana ba'zida diqqatni chachirgan ishlarga o'zimizni qasddan urish orqali hayotning keskin sinoqlari va xirislardan o'zimizni ep qochamiz va qochqanligimizdan o'zimizni oqlash ko'ramiz. Yana ba'zida diqqat chachirgan ishlarga berilish orqali o'zimizga yuzlanishdan qochamiz. Yana ba'zida o'zimizni diqqatimizdan qochirish orqali o'zimizga mas'ul bo'lishdan bosh tortamiz. Mayli nimligi bo'lmasin, undaq diqqat chachirishda nishonimizdan o'zimiz sezmay adashimiz, cheksiz uchurlar qaynimida g'arq bo'lamiz va aqlimiz bo'linib, hayotimizning barkatini yo'qotamiz. Ko'z oldimizga vaziyat haqiqatan bu Mehmet Nala deganning bayini o'zi. Shunga hozir birinchi savolda sizdan vaziyatimiz nimalar bo'lyotdi? Diqqatimizni yig'ishga arziydigan nuqtalarni bir so'zlab bergan bo'lsangiz vaziyat to'g'risida. Rahmat. Dikkat insonningki kallisi bilan dunyoninki o'zgarishleri o'ttirishdagi munosabatning qandoqligini belgilaydigan bir holat bu. Ba'zida ko'zimiz ko'rdi, kallamiz ko'rmaydi, ba'zida ko'zimiz ko'rmaydi, kallamiz ko'rdi, ba'zi chog'da ko'zimiz, kallamiz shikiliz ko'rdi, ba'zi chog'da ko'zimizmi ko'rmaydi, kallamizmi ko'rmaydi qatorliqlar. Ba'zi ishlarga diqqat qiladigan, ba'zi ishlarga diqqat qilmay o'tib ketsin bo'ladigan, ba'zi ishlarga hozir diqqat qiladigan, ammo keyin diqqat qilmasin bo'ladigan, ba'zilar dal aksi bo'ladigan qatorliqlar. Demak, diqqatni nimaga berish bizning nimaniga qiziqadiganligimiz va nimani muhim biladiganligimizni bildirdi. Abay siz deb ketgandek, men o'zim degan gapni o'zim qayta takrorlamay, hozir haqiqatan bu Uyg'urlarning masalasi emas, faqat dunyoda bo'layotgan cho'ng bir masala bu. Uchur haddidan ziyoda portlash xarakterlik darajada ko'p bo'lib ketyapti. Shu hozir insonlarning vaqti cheklik, ya'ni 24 soat 7 kun desak, misol bir haftani ashning ichida ishlash, uxlash va boshqa ishlardan sirt o'zimizning ishiga, ya'ni o'zimizningki Sharq Turkistonning kelgusi haqida o'ylashga vaqtimizda qancha vaqtni ajratamiz, nimaga ajratamiz, nima ishga ajratamiz qatorliqlarda. Endi mening bu yerda deb qo'yadigan bir ikki nuqtam bor. Birisi mush uchurlarning ko'pligida, masalan, shu WhatsApp'dagi har xil topdagi so'zlarda, paranglar qatorliqlarda hozir sen besh qilib qol deb o'ylayman. Uning jiqliqi, uningdagi fikrlarningki xilma-xil nuqtadan, xilma-xil shaklda va g'arazli deyilishi uningda anglayotganlarning vaqtini o kadar jiqliqi, kimligini anglab, kimligini qo'yash, kimligini to'g'ri xatoligini bilib bo'lanmaslikdek shunday qalayim qanchiqmi? Amaliyotda bizningki shu chet elda yashayotgan Uyg'urlarningki jamoatiga g'oyat zo'r bir ma'naviy qalayim qanchiq olib keldi deyishga bo'ladi. Endi bu kichik jihat elbet qancha, cho'ng jihat elbet vaqtda biz masalan bu Facebook kirdik deyli, X kirdik deyli, Instagram boshqa kirdik, u texnimi cho'ng bir g'oyat zo'r bir cheksiz ketgan bir jangalda hamda. Mening bu yerda hozir ko'rurmanlarga bir gapni aytib qo'ydig'im bo'lsa, diqqat yomon oliyjanob, yomon muhim bir narsa insonningki kallusidagida bu diqqat degan. Nimaga berish moyatda bir mablag' o'xshash diqqat berish bir ishga yoki o'zimizning vaqtini bir ishga berayotgan, vaqtimizni xajlayotgan, pulda xajlayotgan bo'lamiz biz. Men buni oddiy bir so'zda, oddiy nimada konkretlashtirsam. Shunga nimaga diqqat berish, nimani anglash, nimani o'ylanish qatorliqda qattiq diqqat qilmasak bo'lmaydi. Diqqatimiz haqida qattiq diqqat qilmasak, chunki bo'lmasa, abay deganimdek
bu uçurninki aqisidan chiqib bo'lolmaymiz. Yamanca uçurlu bu, yig'ib bo'lolmaymiz. Uning ustiga bu g'ayasir uçurulninki ichidan men ilgari bir gapim deb o'tib ketgandek bir patternni yoki bir andizini, bir o'rtaqlikni topa olganlar aman qoladi buning ichida. Ammo ko'pinchimiz topolmaymiz uni. Nurg'un gapni yig'ib, uni pirslab bir ideyaga ekkilish nihoyat qiyin, bir nurg'un odamning qo'lida kelmaydi bu ish. Shunga nim bo'lmaydi degan vaqtda bugun deyilayotgan 10 gap bo'lsa, 10'ini esa o'zimiz chechib yuradigan gap. Yig'olmaymiz gapning nimasini, ko'p xilligidan yig'ib akilib o'zimizga foydali narsani ololmaymiz. Shaklan tashda mag'izni ololmaymiz o'zimiz ko'pinchimiz. Shunga bu jihat ilib ketgan vaqtda yanala men ko'pchilikning vaqtini qadrlashini umid qilaman. Mening bu jihat gapim tugadi. Hamda savolingizning ikkinchi qismi dunyo vaziyati to'g'risida va buning bizga ko'rsatilgan, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligiga ekiladigan ta'sir haqida qisqacha so'zlab o'tay. Dunyo bek jiddiy, bek odamni ansirtarlik darajada taraqqiy qilyapti. Qisqacha desam, dunyoda hozir 3 cho'ng to'qinish nuqtasi bor. Buning ikkisi davomlashyapti, birisi potensial holatda turyapti. Davomlashyotgani eng keskin davomlashyotgani O'rta Sharqdagi urush. Mana bugun ko'rdikki, Hamasninki 14 lideri, ya'ni Hasan Nasrullohdan tortib, Hizbullahninki 14 lideridan İsrailiya armiyasi tarafidan havodan qilingan hujumda AQQdan yo'qotilganligi haqida xabarlar topiladi. Demak, İsrailiyaninki Gazadan alqıgan va nimaga kirgan, Libanga kirgan bu urushi O'rta Sharqninki emas, balki dunyoning kelgusiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki bu urushga eng oxirida boshqalar so'rab akirildi. Hozirgacha eng chong so'rab akirilish mumkinligi borsi Iran. O'rta Sharqdagi Sunniy arablar va Turkiya hozir asosan bu O'rta Sharq bo'layotgan ishlarga u yer bu yerda gap qilib qo'ygan bilan liderlik to'g'risida, davlat to'g'risida ilib vaqtda jiq aralashmayapti, aralashmayapti. Yoki aralashmaydiganligini bildirib bo'ldi. Masalan, Saudiyaninki Shahzoda Salmani yaqinda Blinken degan bir gapi to'g'rilib chiqyapti, Atlantik e'lon qilindi. Ya'ni u deyapti, Falastin bilan bo'lg'ashi mening ishim yo'q, mening ishim bo'ldigan o'zim diqqatim beradigan davlatim bor debdi. Qatarliqda. Endi Iran bu muhim bir nuqta bu. Biz hozir Amerikaning saylamiga diqqat qilsak, Amerikaning saylamidagi Trumpninki va Trumpninki muavinninki Cumhuriyetçiler Partiyasining ikki kandidatininki İranni ağır jazolaydigan to'g'risidagi va'dalar ko'payyapti. Hattoki Trumpga qasd qilishninki qasd qilinib bo'ldi. Uchinchisi Iranning qo'li bo'lish mumkinchiligini ilgari suryapti nurg'unlari. Ham yaqinda Amerikaning tuprog'iga yerdan havo qo'yib beriladigan raketa orqali Trumpninki Alpranni so'qish orqali Trumpni o'ldirish suiqasdining planlanayotganligi haqida xabarlar chiqyapti. Buningda oxirisi Iran bor. Endi qiziqarli yeri Trumpni qasdlashninki oldingi ikkisini topolmayotgan Amerika tezlikda Irandan suiqasdlarni tepib chiqyapti. Hozir odamlar Iran qoldirgan yerlari bu. Shuning bilan Iran hozir qarlash tochkasiga kelyapti. Demak, Trump chiqsin yoki Kamala chiqsin, agar biz Amerika saylamini tartib bilan ilib berildi deb qaraylik, demak Iran bir so'qilish nimasiga kirganda obyektiv kirish mumkin. Ehtimol pek cho'q. Ama yana bir nuqtada ilib etgan vaqtida bu yerda Iranla oxirgi nishon bo'lmasligi mumkin. Bu yerda Suriya bilan Turkiya ham bor. Men bu yerda Turkiyani qisqacha deb o'tib ketay, chunki bu yerda bizga ozroq aloqador yeri bor. Shuning uchun deb ketyapman. Bo'lmasa Turkiya mo hozir bu nimadan intayin ansirayapti. Turkiyaninki hozir tutayotgan yo'li Xitoy bilan nimaga Rossiyaning chiqgan BRICS'ninki bu ramkasida cho'ng rol o'ynashni arzu qilyapti Turkiya. Buningda Xitoy va Rossiya va Braziliya va Hindiston va Janubiy Afrika bor. 5 davlat bor bunda. Buningga kirish endi u Erdo'g'anninki yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti so'zlagan so'zida Uyg'urlarni tilg'ab qo'yganligi Uyg'urlarga kuyanganlik emas. To'g'ri. Erdo'g'an Uyg'urga menga kuyanmaydi. O'zi qirib bo'lgan bir xalq qirib bo'lishiga moslashgan Xi Jinping bilan ishbirlik qilib bo'lgan bir qonxo'r bizga kuyanmaydi. Aniq olsun gap. Mayli boshqalarni qanchalik suyanglar Erdo'g'an bilan
o'zi anlashi, lekin bu siyosatda unda his tuyg'u bo'lmaydi. Buni nima uchun da'vatidi degan vaqtda Xitoyga yelinishni boshlayotdi Erdo'g'an. Ya'ni bizningki ko'rtimizda chiqaryotdi Erdo'g'an. Bu orqali Isroildan keladigan tahdidni yumshatmoqchi yoki uni to'sib qolmoqchi bo'lyapti. Isroilninki ehtimol kelgusidagi operatsiyalar ichida Turkiya nishon bo'lishi mumkin. Uning ustigimi, agar bu narsa bo'lmasa-mi, Turkiyaning ichki qismi qattiq davolg'ishi turyapti. Qattiq davolg'ishi turyapti hozir. Turkiyaninki iqtisodiyotga cho'kish, bo'lapmi hozirgi jamiyatda boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi farqninki ko'rilib boqmagan darajada odamni intayin ansirdigan darajada qutblishi Türk jamiyatini hozir adil partlaydigan nimaga aylantirib qo'yadi. Xalq ochzorlik beradi. Masalan, oddiy misol olsa bu gapimga. Yaqinda ba'zi ma'lumotlarda ko'rilishicha, Turkiyaninki boshlang'ich maktablariga atdiganlik tomoqini tamoqsiz bardigan, nashtisiz bardigan 3 o'quvchining birisi nashtisiz bardi ekan Turkiyada. Bu Anadolu va yezi qishloqlarda teqidimi chiqqan. Turkiya xalqi ochzorlikda, pulsizlikda, çaresizlikte en tane yukarı nemege çıkmadı. Onun üstüge Türkiye cemiyetinde bu Suriyeli köçmenlerle Türk halkı oturuştaki tokunuş bağlansız küçüyordu. Cümleden bunun akısı duruvatkan AK Parti'ye ve onun etraftaki olan ölçmenlik, boylık yaxşı görmesi gelmez. Şirketin ahir kazak topla ölçmenlik küçüyordu. Katarlıkla da. Şuna bir yerde Türkiye'ninki hem de aldığımızda tallaydıgan yöle imtihan kıyım buludu. Hem Türkiye'ninki Uygur meselesini kaydıdan oturuğa çıkarış ihtimallığı küçeygen takdirdi mi bizdenki neyle Türkiye'nin içi ve sırtındaki olsun nurgulluğun teşkilatlarımızdaki katlık dikkat kılışını sorayım. Niyet bek yaxşı emas bizge nisbeten. Müşüncek deyip koyayım ben. Demek hem de kaytıp gelsem Otur Şark'taki bu işi en ahırısında 3. Dünya Uruşu'nunki partlaşığımı sebep oluşu mümkün. Otur Şark. Bunun da iki sebep, Allah'ın ayrılıp bakan iki sebep var. Amerika'nınki yetekçiliğindeki NATO ve başkaları bilen bu Xitay ve Rusya'nın yetekçiliğindeki başka BRICS'in güçleri oturusunda bunlar Xitay'la Rusya bilen asas güç buluşu. Ondan Şimali Kore'ye var. Bunlar oturusu küreş kelgüsüde patlaş ihtimallık var. Yani ikinci can meydanı bu, damlaşıklı can meydanı bu Ukrayna bu. Bunun da mı yakında değilgini de eğer Rusya'nın içki kısmına karta başkurulduğun bomba itilip kapılsa NATO'nunki noktasından bu vakitte Putin kayıt askerdi biz yadro uruşuğa yol açmayız diyen gapni qildi. Meyli bunu biz quruq popan deyli, meyli quruq yer taraxış deyli, bu yanılla 3. Dünya uruşuna partlaşışı yeni bir pilte. Hem de bizde en kızıktırdıgan bir nokta qaysı oladı hazır diye vaqtda Xitaydan Tayvan oturuşdaki Xitaydan Yaponiya oturuşdaki ziddiyet intayin keskinleşiyordu. Bu biz için hem Şarq Türkistan'daki kelgüsü için intayin mühim bo'lgan bir fursatninki kelish mumkinchiligini bildirdi. Bo'lapmi Şinjindeki 10 yaşlık dadisi yapılıp apsıqtay bo'lgan bir balaninki intayin vahşilerce öldürülüşten keyin dünyada gayet zor bir çöküş Xitayninki Yaponiyaga bo'lgan o'chmanligini qarata nayet ensirash ve buna nispeten narazılıklarını bildirish bir to'lqini ko'tarildi. Bunun da hem de Türkiye bilan Xitay o'rtasidagi munosabat kelgusida bek yaxshi bo'lmaydi buningdan keyin. Ama bugungi bir xabarni ko'rsam Xitayning mudofaa hozir agar Yaponiya Tayvanning mustaqilligini qo'g'dasa Xitay Yaponiyadagi Ryukyularninki mustaqilligini qo'llaydi degandek gap. Buning ichida hamda Sharq Turkistonning mustaqilligini bir qo'llash erishib qolsa bo'lapmi Yaponiyaniki bo'lib qolsa bek muhim bo'lib turdi. Ammo afsuslarligi bizning hozircha olib kelayotgan chet eldagi bizningki siyosiy faoliyatlarimizningki eng kamchiliklaridan birisi Yaponiyaga nisbatan uzoq muddatlik strategik bir planning bo'lmasligi bo'lib kelgan. Uningdan nati bir ichinish tarafi biz nima padisda divani padisda hujumda yutibli bağan Yaponiyaga u bağan bu bağan u tashkilot bağan bu tashkilot bağan bo'lib hammamiz o'zimizning gapini qilsak mayli qarshi tarafni yamallab
karşı tarafını Japonluqlığı datlap bergenlik sebepten hozircha Yaponiyaninki Uyg'urlarninki mustaqillik hareketiga turib tursin, odatki hareketlerge bo'lgan yardımı ko'ngildagidek bo'lmay kelyapti. Ma'lum jihatdan buni biz o'zimizning ko'msak bo'lmaydi. Endi oldimizdagi yana shunda bir fursat bo'lsa, yana aşı divanchiligimizni tashlamay, quyimizni tashlamay, yana aşağıya sokuldab berib, Japonluqninki nazardan tushib ketadigan strategiya bilan emas, balki bir manfaatni ko'zlab turib boradigan bo'lib qolsak, bunda bir tariximizni yana yo'qotib qo'yamiz. Bu kelyapti bu tarixiy fursat, asosda kelyapti. Yana dunyoninki 3-dünya urushi bombasimi ko'lamlik bir keng ko'lamlik bir urushga kirib qolish ehtimolligi burunqidan eshiyotidu. Nada bo'lishi, qanday bo'lishi ehtimol muammodir. Chunki biz Alloh emas, Alloh bo'lishibdi, Alloh buni biladi, o'rlash to'g'rish deb qaraymiz. Televiziyani ko'rmaymiz, ammo faraz qila olamiz qalbimizda. Menimcha bir yil ichida o'ttir sharqdan g'oyasidan o'zgarish bo'ladi. İran, Türkiye, Suriye qatorliq davlatlarda o'zgarish bo'ladi. Shuningdek, bizningki Sharqiy Janubiy Osiyo va jumladan Hindiy Yevropa okeanlari bu rayondami cho'ng bir o'zgarish bo'lish ehtimolligi bor. Buning hamda eng oxirgi cho'ng bir tochka nuqtasi Amerikadagi saylovning qanday bo'lishi. Amerikadagi saylovning nuqtasi elib etgan vaqtida mayli Trump chiqsin abadidan, mayli Kamala Harris saylansin, qaysi saylansin, bu urushninki bo'lmasligini to'sab qololmaydi. Ham ularga selinadi. Bu shunda aldab qo'yay. Bir urush selindi ular. Bu cho'ng jihat elib etgan vaqtda saqlangan olmaydigan bir to'qinish bu. Ham gapim dedi. Ham bir yana ketib qo'yamiz. O'rta Osiyoni ketib qo'yay. O'rta Osiyami bu jihatdan elib etgan vaqtda hozir bizga texdimmi bir foydasiz ahvol shakllanyapti O'rta Osiyada. Ya'ni Xitoyning ta'siri kuchayib, hozir hatto O'rta Osiyoninki ba'zi davlatlarninki Rossiyani Rusiyaning meclisini texdim ishtirib chiqarishdak bir xil nima bo'ladi. Bu o'zlikcha emas. Xitoyning qo'li bilan qilinayotgan ishlar bu. Xitoyning maqsadi Rossiyaningmi O'rta Osiyodagi ta'sirini tozalab chiqish. Buning uchun shu O'rta Osiyodagi shu Türk millatlari, davlatlari aktiv moslashadi. Bu biz uchun nihoyatda ansitarlik bir ahvol. Albatta bizdan ko'ra o'zlik uchun ansitarlik bir ahvol bo'lishi kerak edi. Ama ola xalq çaresiz hükümeti Xitoy bilan ishbirlik olib beradi. Bu hamda bizningki nimamizdan kontrolligimizni olib ketgan ishlar buni men mushuncha deb qo'yib turay. Gapim tugidi bu vaqtda. Rahmat, tafsiliy so'zlab tushuntirib berdingiz dunyo vaziyatini. Mumkin bizdagi bu diqqatimizdagi isrofchilikni. Amaliyotda biz dunyo vaziyatiga diqqat qilsak, bizga fursatmi kelyapti? Bu fursatni ching tutmasak, chatoq chiqadi. Yaponniki shin dedingiz, Yaponda siz bir ekstra bir narsa chiqarib ekansiz. Wang Yi degan Xitoyniki begiz qo'lni. Yaponniki yana bir diplomatlanib turgan. Ayolga chinab turganligini. Xitoyni biz yaxshi bilamiz. Bizga shu fursat kelsa qo'limizdan ketmaskan deb o'ylaymiz. Hamda dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'risida gap qilish ortiqcha ish edi. Shunda qo'simi bir kulkilik bir ishdan birisi ko'rildi oldimizda. Atalmış Uyg'ur ziyolilardan 65'i. Albatta bunun ichida usulchi, naqshchi mutaxassislar bor ekan. Sal jafoda eplab-seplab santosh qizgandek qiladi. Bular Uyg'urga vakolatchilik qiliblar, Rushan Abbos va uningki oilasi, oila tabobatlarga sadoqatini bildiribdi. Tek saylan bo'lib bir odam chiqmay turiblar, sadoqatini bildirishga aldirib bo'pti bular. Bunda bu ish qanday qaraysiz? Ikki nuqtani deb qo'yay men avval. Birsi dunyo Uyg'ur qurultiyininki saylamiga yoki ichki saylam saylam apirish oldi ishlarga aralashmam yo'q, aralashmayman unga. Chunki men bir boshqa bir hukumatga vakillik qilish bilan yana bir boshqa bir tashkilotning ishiga aralashma qoidada. Chunki bu to'xtalmayman bunday deb qo'yaman. İkincisi bu 65 ziyali yani ziyali deb turay hozircha ziyalini xetini o'qidim. Bu to'g'risida to'xtalayman qisqacha qilib. Chunki buni to'xtalishimning sababi bu ish dunyo Uyg'ur qurultiyininki ishidan olqib ketgan bir ishni oq ko'rinish qilganlik uchun bu oq ko'rinish qilinayotgan ish chet eldagi Uyg'urlarninki barliq siyosiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatib kelayotganlik uchun men bu nuqtadan to'xtalaman. Herkes dünya Uyghur qurultiyini
haqida fikr bayon qilish, ular baho berish nuqtasidan emas. Fikr qilish, baho berish boshqa bir kontekstda bo'ladi meningki, ramkada bo'ladi. Ma'noda emas. Xo'sh, bu 65 odamningki qo'l qo'ygan xatini o'qidim. Bu men nima e'lon qilinibdi ekan hozir ko'z oldimda ichiqliq bu Bitter Winter'da e'lon qilinibdi, 9-oyning 20 kuni e'lon qilinibdi. Bu yerda ikkinchi deb qo'ygan gapim Roshan Abbosninki bu gaplarni ko'rmadim buningda. Ammo buningda men boshqa bir nuqtani ko'rdim. Men o'zim ko'rgan nuqtani deb berayda buningda. Ya'ni insonni ichindiradigan bir nuqta bor bu xatda. Nima degan vaqtida bular 65 odam şu kadar g'azab nafrat bilan ayblab ketibdiki, bir necha nuqtani debdimda. Qisqachilik qilay, endi bu Uyg'urchaga tarjima qilinmaganligi uchun nurg'un buni anglayotgan, faqat Uyg'urchani tushunadigan nurg'un qarindoshlarimiz sal nima bo'lib qilish mumkin. Buni sal qaymoq qilish mumkin. Qaymoqqa nuqtalarda shu xabarni o'zini ko'rib, shunamda ma Google'da avtomat tarjima qilsam tushunadi deb o'ylayman. Birinchisi bu xatning oxir ko'rinishi 6-oyda 24 chet ellik va 4-5 Uyg'ur ziyolilarini o'z ichi olganligining bir parcha xat e'lon qilingan. Bu e'lon qilingan. Buning ichida biz biladigan va bizningki Uyg'urlar va boshqa Turkiy xalqlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarta hozirgacha ovozini chiqarib turgan chet ellik mutaxassislar bor. Masalan, Darren Baylor var mesela bunun arasında. Jim Ross varken qatarlıqlar ve namı çıkan Uyghur tədqiqatçıları bular. Bular bilan biz nurg'ulg'an yig'inlardan ilgari bo'lgan. Bularningki Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligi, qo'llashi va bular uchun qo'ldan keladigan akademik sohada olib berayotgan xizmatlari bor. Endi bu 65 odamdan yozgan xati va ochiq xatga qarshi yozilgan xatdek qiladi bu yerda. Agar shunda bo'lsa, chunki u o'zini debdi bu yerda, bu ba'zilar mushundaqa Dunyo Uyg'ur qurultiyininki obro'yini to'kdi, ham Dunyo Uyg'ur qurultiyining hozirgacha qo'lga keltirgan esil utuqlarga ko'z yummoqchi yoki uni burmalamoqchi bo'ldi degandek ba'zi gaplarni ishlatibdi bu yerda. Bu 24 odamning da'vatqini bamboshqa bir gap. U Uyg'urlarning ishini irqiy qirg'inchilikni burmalamoqchi emas, uni xalqaro uni cho'kamoqchi, xunuklikshtirmoqchi yoki suyuldirmoqchi emas. 24 nima debdi desa, oddiy. Birsi bu jinsiy setchiliklar yuz bergandan keyin ikki tashkilot, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq projesininki bu jihatda olib ishlari, tekshirishlari, bayonotlari, qilmishlari to'g'ri emas. Agar buni to'g'ri qilolmasanglar, bundan keyin bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyi va ma proje bilan ilib beriladigan akademiya ilmiy nuqta ilib beriladigan nurg'ulg'an faoliyatlarimizga ta'sir etadi. Ya'ni biz sen bilan hamkorlashamaymiz debdi. Nima uchun degan vaqtda buni debdi, sening bu ishlarni bir taraf qilishing demokratiyalik prinsip bilan bo'lmagan, o'qituvchi ovozlarni sen bosgan, bu yerda sen bu ishlarni bir taraf qilishda uch quyruq bo'lmagan. Hem buningda sen ma'lum jihat ilib atgan g'arbning qimmat qarashlarini gavdalantirmading degan. G'arbning qimmat qarashi nima degan? Demokratiya. To'g'ri. Demokratiyaning qimmat qarashi nima degan vaqtda, mushunda bir ish bo'lgan vaqtida uni demokratik usulda jiddiy hal qilish kerak. Uch quyruq hal qilish kerak. Ondan ular Erkin Osiyo radiosiningki bir ilqi nimasi bor-ku, Dolqin Aysolar o'tkazilgan bir nimasi ziyorati bor. Shuni tilg'abdi. Bu ziyoratninki bizningki Sharq Turkistonliklarninki chet elda Avropa siyosiy faoliyatga ko'rsatgan ta'siri haqida bizning hukumat va munbardagi boshqa mustaqillikni qo'llaydigan tashkilotlarninki qo'llash asosida bizmi ochiq xat e'lon qilgan. Bu yerda Erkin Osiyo radiosimi xatolik sodir qildi deyilyapti bu xatda. Amin men shaxsan qarshi shunda Erkin Osiyo radiosi bular uzundan beri bir dayi yaratish ko'ydi bo'lgan. To'g'ri. Ammo o dayi yiqilgan vaqtida buni yulab to'g'izman deb, chapqin olaman deb ko'zi qariqib qolgan ish bo'lgandan keyin bu 24 mutaxassis buni tilga olgan. Endi bu oq ko'rinish. Endi bu yerda bu 24 mutaxassisningki tilga olayotgan gapining margiz nima degan vaqtida shikki.
sen demokratiyani talab qilaman, demokratiyani ilgari suraman yoki enidek demokratiyani ilgari suradigan tashkilotning pulini olaman degandan keyin bunda ish yuz bergan vaqtda shu demokratiyaning prinsip bo'yicha ish qilmamsan deyapti. Xato emas uning gapi. To'g'ri. İkincisi, sen onu uçuk demepti. Yani onu namada pırt ötep ketipti. Depti ki, bizdinki chet elde, bizdinki irqiy qirg'inchilikni dunyoga bildirishimizdagi eng cho'ng bir ishimiz bu ichki a'zolarni Xitoyning o'g'irlanishi yoki elivlishidan ko'ra ayollarninki jinsiy tajovuzga uchrashini bildiralash. Qanday bildirdik? İspatımız nima bo'ldi? Chet elga chiqqan oz sondagi guvohchilarning so'zi orqali bu guvohchilarninki o'z beshidan kechirgan inson qalbidan chiqqan bu jinoyatlarni so'zlash orqali biz chiqadik. Hamda bu bo'layotgan ishninki negizi nima desa, bu jinsiy parokandichilik. Bizning irqiy qirg'inchiligimizga eng muhim nuqta biz chiqara olgan. Bundan deyishimiz sababi Uyg'ur irqiy qirg'inchilikda necha yuz xil jinoyat bor. Xalqaro jinoyatning o'lchamiga solsak, bizning xalqimiz beshidan o'tkazayotgan jinoyatlar ma irqiy qirg'inchilikning 5 kategoriyasini olib ketadi. 50 dan ortiq kategoriyaga chiqib ketadi bizningki. Ammo bizningki qilaligimiz faqat jinsiy tajovuzchilikni dunyoga bildiralashdi. Ta'limimizga. Ma baxtsiz millatning kichikgina bir ta'limi bu. Nima uchun? Shu ayollar chiqqanlik uchun. Albatta bir erkirindişimiz var. Bu başkasını anlattı. Ama ayollarına bir şey anlattı. Bu işini sen doğru kılmasan hep nim deydi anden. Bak Xitay nim deydi o. Sen mi çekildikense biz senin kızlarına çekilsek nim buludu demem de o. Yani demem de Xitay sen demokratiyani kılanmaydikense biz kılanmasak nim boptu deydi o. Demem de. Ya demem de ya. Doğru. İki noktada özümüzdeki kaşat saldık bu işte. Ben bu noktadan sözleyim. Ben bu noktadan büyüyen davatım. Nemişka? Çünkü bu hemimizin işi bu. Sen bilenle kesiydi. Eğer bu Türkiye'deki bir küçük yine bir özü kuruvagan bir teşkilatın gibi bakanlığın bir Uygur bakanlığın bir işi olsaydı. Ne olsan olmazsa ötep kessek olurdu. Hem de bu 65 adam bütün Uygurların chet eldeki dünya Uygur kurulunun şan şerefini o kadar kötürep depti. Onu o'ylamabdi ki bu kadar zor sharafga erishgan odam bu sharafsizlikni tuzuk hal qilsang bo'lmamdi deydigan gap bor. Qiziq yeri bu 65 odamning xetida bu jinsiy parokanchilik haqida bir ig'izma aytlash yo'q. Ular to'g'ri tushundida. Ya to'g'ri tushunsa meni butun gunohni sen nima qilib buni deysan menga 24 yil deyotgan gap. Maqtaychi azozullik ma bu. Meni eng cho'shkini bu 65 odamdagi Xitoy zihniyati. Nim debdi desa, sen ichki ishimizga aralashma debdi. Chetda nima deyapmiz? Xitoyga deyapmiz. Ilgari dedik-ku. Kishilik huquq degan sening ichki ishing emas. Bu dunyoning ishi, bu insoniyatning ishi deb keldik-ku ilgari. Turli shakllarda. Biz Xitoyning u ishni o'zining ichki ishi qilib ishni taqab bizni dumbalab o'ltirishni oldini olmoqchi bo'lgan. Axir shunday qildik-ku. Bizning ichki ishimiz deb turib oldik-ku. Nima buni o'zing ichki ishlamsam da bo'lsa? Yana bir yer debdi, inson degan gunoh o'tkazdi u bu debdi. Ey, gunoh o'tkazgandan keyin tuzuk sen apple surat qilsan bo'lmadimi? Gap boshdan ish tugaydi. Bu qadar so'zlab, bir inglizcha bir gap bor. Patqaqladim, milab yurib, so'rab yurgandek ish bo'lmaydi bu ishni. Hammamizning yuzi yo'ruq bo'libdi. Bu chet eldagi nurg'unlagan tashkilotlar va davlatlar uchun ba'zi hollarda mayli sürgün hükümet olsun, mayli dünya Uygur olsun, o'xshash Uyg'urlar. Farqi yo'q. Qiziqmaydi bizning farqimiz hattoki ba'zilari. Bu jihat ilib o'tgan vaqtda bizningki nimamiz deydigan gapimiz o'xshash bo'lishi kerakdi. Bu xil shaklda desak, 24 odamga qarshi turganda g'oliblash deganda qilsak, o'zimizni qajat bo'lgan bo'lamiz. O'ylamaymizki, biz bu yerda ifoda qilamiz bir xil axloqsizlikni oqlashdagi yana bir xil axloqsizlik ma'vo. Siyasi jihatdagi bir uchiq chiqqan hamoqatlik ma'vo.
Sen mesela bu yerda hech kim 24 mutaxassis Uyg'urlarninki irqiy qirg'inchilikni vayron qilma da'vatqani yo'q. Dünya Uyghur qulutininki yuzini to'kimami deb demabdi ular. Faqat buni demokratik o'zang degan demokratik bo'yicha hal qildi debdi. Endi buni 65 yiliga 65 kelsa 650 ga qo'l qo'ysangmi 100 ming tushkuni tushgan. Bu oxirida masxirlik eri bu xat yanilla aşı 24 odamning gapini tasdiqlab turibdi. Sen xatolik o'tkazsang tananmaysan, o'zing uni bir taraf qilolmaysan, demokratik an'anang yo'q, boshqalarninki qarshi fikrdagilarninki fikrini bossa, anadan bu vaqtda ig'iz ochmoqchi bo'lgan zulm uchirgan boshqalarning ig'izini ochmaysan. Biz degandik, buni sen bu qitin isbotlab beribsan degan gap bo'ladi bu. Bu meni ansirtdi. Bu xatninki 2-tarafı mana shu. Ben bilmedim bunu o'qib baqdimmi, bu qo'l qo'ygalı bunu bilmayman men. Olmasa bu yerda bo'layotgan ishning nima uchun bu 24 odamninki bu yerda bu ishni da'vatqanligini bu analiz qilmabdi. Bu kadar bir xatgan bu hamda. Bu qaysi kallani yozganligini men tushunmadim. Gapim tugusin bo'ldi bu yerda. Rahmat. Buni sizdan aytganingiz bo'layotganlar, buningdan oldinglar bir xat kelsa, o'ylaninglar. Bir tashkilotni o'ylamanglar. Men hozir bir tashkilot uchun gap qilmayapman. Bütün chet eldagi emas, bütün dunyodagi Uyg'urlarning o'rtaq manfaati uchun, bo'lganlik uchun men gap qilyapman. O'ylaninglar. Bu o'rtaq manfaat Uyg'ur kilamda bir odamning hayotini qutqizib olish yoki bir tashkilotni qutqizilish u arzimaydi. U cho'ngish emas. Eng muhimi hammamizning yuzi bor meyada. Hammamizning manfaati bor. Bir davlatning fuqarolarining bir davlatning manfaati bor meyada. Buni o'ylanglar. Bizim qo'l qo'yishda ilgari. Qo'yaba, padoqoqcha qo'yaba oldinga kelgan xatga. Ya bu bir cho'ng sharmanchilik bo'ldi. Unda umumki odamlarning ismi qarasaqmi sal hayron qoldik. Endi uning ichida inglizcha o'qib tushunadigandan qanchasi bor. Gerçi bizga vakillik qilib Uyg'urlarning ziyolisi bo'lgan bilan uni keyin ko'ramiz. Endi hozir yana bir masala bu boyidingiz Erkin Asiya radiosi odatda işte qahramon yartirganga tirishib keldi deb o'tdim. İlham To'xtanov masalasini qaytadan qizib o'tirg'i chiqyapti. Bu masala qanday qaraysiz? İlham To'xtanowning masalasi hamda İlham To'xtanowning Xitoyning turmusida ömürlük qamoq jazosi hukm qilingan 10 yil bo'ldi. Davlatni parchalash jinoyatini o'tkazdi degan batnom bilan İlham To'xtay hozirgacha turma jazosini 5 o'tkazib o'tadi. Eg'ir kunlarni 5 o'tkazib o'tadi deb qarayman. 10 yillik nuqtadan elib o'tgan vaqtida İlham To'xtanowning surishni qilish cho'ng jihatda elib o'tgan vaqtida bekma bir hayron qoldik men ishim emas. Uni ega chiqish kerak İlham To'xtayga. Nima uchun degan vaqtda İlham To'xtay nurg'un jihatda elib o'tgan vaqtida ayni vaqtda Xitoyning hukumatiningki nurg'ulg'an siyosatlardagi mag'lubiyatni o'tirib qo'ya olgan bir odam. Ben onunki bir maqolasini o'qigan, ben onunki iqtisod to'xtasida maqolasida uning shu vaqtdagi maqolasiga so'zlar bo'yicha olay bo'laman. Ya'ni o debdikanki Xinjiangninki iqtisodiy qon aylanish xarakterlik iqtisod emas, balki qon to'liqlash xarakterlik iqtisod deb. Ya'ni Xitoylarninki Xitoy markaziy hukumatiningki o'zi qurgan atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga berilgan yordamlari ninki haqiqatan yerli xalqlarga iqtisodiy jihatda bir baxt apkelmaydiganligini o'tirg'i qo'yib, undan keyin İlham To'xtanowning eng oxirisida bu Xitoyninki milliy territoriyalik avtonomiya qonunini haqiqiy yo'lga qo'ymaganligini degandek bir xil shaklda. Hamda İlham To'xtanowning eng cho'ng Xitoyning ichida qila olgan harakatininki eng cho'ng mazmunininki muhim qismi Xitoyninki o'zi tuzgan milliy territoriyalik avtonomiya qonuniga amal qilmaganligi va uning ijroiyatininki ko'ngildek bo'lmaganligi haqida. Bu jihatdan elib o'tgan vaqtida İlham To'xtanow Xitoyning ichidagi xuddi boshqa Xitoyninki boshqa kishilik huquq o'qituvchilari kabi ko'rishga bo'ladi. Bu jihatdan elib o'tgan vaqtda undan keyin Uyg'ur biz degan to'rlarni qurish va undan keyingi bulardagi chiqarayotgan maqola, ba'zi maqolalar nihoyat hayron qolarlik darajada Xitoyning ichki qismida taqiqlangan maqolalarda, chunki u maqolalarning bunday deyishning sababi
2004-5 şu yıllarda ben çetel oturup köygen bazı makallarını Xitayca yazılgan, o yazılganda aynı vakitte bu işler İlham Tohti ma'lum bir mezgil qo'yib berilgan deyishkin bo'ladi. Bunda deyishimning sababi u Xitoy hech zaman İlham Tohti kabi bunda bir Uyg'ur ziyolistniki Uyg'ur biz degandek bunda zil siyosiy va boshqa milliy masalalar haqidagi temalarda to'xtalishga unda yo'l qo'yib bermaydi. To'g'ri. Bu halqiliq edi. Halqılık yeri bu. Şu çak meni hayran kaldırgan bazı makallarınki nemisdeki intayin güçlük bir Uygurların menfaatini çıkış kılıp kılışı. Andan bu tor bitininki kuruluşun tüpki maksidi Uygur halkı bilen Xitay halkı o'ttirsidagi zor derecedeki bir alaqını, düşünüşünü o'ttirib qo'yash nemisini. Endi men bir narsani qistirib o'tib ketay. Men 99 yılı ben Beijing'de chet elga chiqishning vizasini qilayotgan vaqtim bir İlham Tohti bilan bir ko'rishgan vaqtimda mening ko'ginim, his qilganim İlhamda Xitoyninki kun siri uyg'onayotgan, kun siri xatarlik ishlayotgan bir ahvoldan bir ansirashni chiqqan. Bunda deyishimning sababi Xitoylar texidimmi uyg'onib, texidimmi millatchilashib, texidimmi kuchaygan vaqtida bizning ishimiz ta'sirli degan bir nimani his qilganman. Mana bu gapni degani yo'q. O'zim his qilgan gaplarda boshqa nimalarda. Bu jihatdan ilib aytgan vaqtida u agar biz Xitoylar bilan bo'lgan tushunishni cho'nqurlashtirmasak, bu kuchayotgan mayli ideologiya jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatlardan bo'lsin, kuchayotgan bir Xitoy millatchiligininki Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r bir tahdid bo'lganligini his qilganligini men his qilgan shu chaqda. Shunga men İlham Tohtininki Uyg'ur biz degan bunda bir torbit orqali bu aloqani kuchaytirishninki kuchaytirishga tirishganligiga men hayron qolmayman. Endi buni tegida nima bor degan vaqtda İlhamninki Xitoyninki shu ramkasining ichida Uyg'urlarning masalasini bir taraf qildi. Ya'ni avtonomiya ramkasi olsun, asosiy qonun ramkasi olsun, Uyg'urlarninki kishilik huquqi va ularninki yashash sharoitini yaxshilashni ko'zlagan bir ziyoli deyish kerak. Agar unda bo'lmasaydi, uninki chet elga chiqish fursatlari bo'lib ekan. Uni keyin boshlarda anladim men. Masalan, Fransiyaga chiqib o Erkidasiya radiosiniki ziyoratini qabul qilgan yerlar bor. To'g'ri. Fransiyada panoh talab qilish mumkinchiligi bor. Shu vaqtning o'zida İlham Tohti hatta panoh tilagandan keyin haqiqiy bo'lgan, masalan, Sharq Turkistonning mustaqillik haqida gap qilgan bo'lsa, misol bu vaqtda biz boshqa bir İlham Tohtini ko'rgan bo'lardik. Bu azarchilikmi bo'lmaydi, ham u chaqda ayni vaqtdagi Uyg'urlarningki nimada qaymoq ichida qiyinchilik ichida turayotgan vaqtida g'oyat zo'r o'zgarishlar bo'ldi deymiz. Biz dunyoda mustamlika millatlarning ostidan chiqqan nurg'unlagan qahramonlarni ko'rdik. Ularning hammasi o'zining xalqininki tubki yashash sharoitini, tubki manfaatini shu o'zini tarbiyalagan va o'zining beshini siylagan qo'shtirnoqchida shu mustamlikachilarninki yo'li bilan qilishdan bosh tortganlar. Masalan, Javhar Dodayev Sovet Ittifoqining tarbiyasini olgan, Sovet Ittifoqining g'amxo'rligida maktabni bitirib, nimada havo armiyasi yuqori darajalik harbiy unvonlarda bo'lgan. Ammo u oxirida kelib, g'oyat zo'r bir chechen millatchiligininki turkisida ayni vaqtdagi mustaqilchilikninki dastlabki boshlamchilaridan bo'lib qolgan. Indira Gandhi deylik, Gandhimi nimada o'qigan? Angliyada o'qigan. Oxford o'qiydi, deymi? Cambridge'mi Oxford o'qiydi. Anadan keyin qaytib kelib bir nimani qurib chiqdi bu. Shu zo'ravonsizlik qarshiligi deb ayni vaqtdagi Angliyaninki mustamlikasi qarshi chiqib Hindistonninki mustaqil bo'lishini barliqqa keltirdi. Mandela irqiy qirg'inchilik va irqiy ayrimchilikqa qarshi chiqib, butun 30 necha yil turmada etib, bo'shashmay, o'zining umididan hech voz kechmay, eng oxirisi Janubiy Afrikaninki
aqlarninki hükümranlıqdan qutulup hazırki ahval kirişiga yol açıdı. Bularning hammasının ortaqlığı İlham To'xtaning ortaqlığı var. Hammasi mustamlikka cho'ng bo'lgan. Mustamlikning g'amxo'rligini ko'rgan. Ammo İlham To'xta o'xshamaydigan yeri ular mustamlikchilar bo'ladi ekan, har qanday va'daninki ularninki oxirgi o'limini barliq keltirganligiga ko'z yetgan bularninki. Har qanday va'daga ishonsa, ularninki eng oxirisida bu va'dani faqatla ularninki asosda vayron qilish uchun berilganligini. Hargizmi ularninki tüpki hayotlik sharoitininki yaxshilash uchun berilmaydiganligini bu allabirni ko'rib yetganlar bular. Shuni ular oxiri ya o'lim ya ko'rim bo'lib o'tirg'i chiqqanlar. İlham To'xtam shunday qila oladi. Lekin unda qilmadi. Lekin unda qilmadi. Fursat bormi desa bor dedi. Men Xitoyni shuni qilolmagan bilan Xitoyni sirtga chiqargan İlham To'xtam. Endi deymiz, oilasini o'ylaganda uni deydi, bizning oilamiz bor. Sizning oilangiz bor. Agar oilani o'ylash to'g'ri kelib qolsa. O kadar zor bir narsani o'ylaydigan odam, uni oila ishlariga men kirmay. Zor bir narsa o'ylaydigan odam aldi bilan davlatning manfaatidan ustun bo'lish kerakda. Mana oxir qanday bo'ldi? Oxir qanday bo'ldi? Va'da bergan shu Xitoy İlham To'xtani hech zamon sen bizningki qonunimizning ichida turib o'zingning haq-huquqlarini yaxshilashni uchun izlanganding, sen bo'lguncha emasding demadi. Oxirsida davlatni pajlash jinoyati qildi. Ammo davlatni pajlash jinoyati uningki uzilkisi mustaqilligini bildirmaydi. Xitoy uchun İlham To'xtadan iborat bundaq bir ichki o'qituvchini bostirish va uningga batlam chaplashdagi eng yaxshi bir usul davlatni pajlash jinoyati. Xitoy nima uchun bundaq qiladi? Bundaq qilishda boshqa davlatningki bu ishga aralashishining oldini olgan bo'ladi. Xitoy buni xuddi qonun bo'yicha qilgandek bir xil padazab o'tirg'i chiqadi. Agar İlham To'xta chet elda turib, masalan, haqiqiy Uyg'urlarning mustaqillikdan boshqa bir yo'li yo'q deb jakalab, agar chet elda tutilib, kirib ketib davlatning pajlash jinoyati bo'ldi desa, bu vaqtda Xitoyningki bu badnomi izg'i tushgan bo'ladi. Masalan, meni agar Xitoyningki bushkunlar tutilib, ketib, meni davlatning pajlash jinoyati bilan nim qilib, otamni qilamdi, u vaqtda ben onu düşünemem. Çünkü ben parçalamam demedim. Emret özemninki ziminimni özemden buluş gerek de talep kıyamam. Bunu Xitoyning nazarida bu davlatni parçalash bo'ladi. U boshqa gap bo'ladi bu. Şu an gapimni yig'sam, İlham To'xtani bir o'qituvchi, kishilik huquq faoliyatchisi deb qarashga bo'ladi. 10 yillikni qilamda nima qilishga bo'ladi. Ammo uni haqiqiy mustaqilchi deb Mandelaga yoki To'g'ri. Kendi yapılar tanlaştırışkı olmaydı. Mahiyetlik fark var bir yerde. Eğer Uygur'un Mandelası kıymeti tapamasan ben deprey. Uygur'un Mandelası Abdülaziz Mahsum. Abdülaziz Mahsum'un tarihini okup beyanlar. O müstakillik diyen adam o Abdülaziz Mahsum. O Xitoyning avtonomiyasi turib avtonomiyasi ümit kütken adam emas. Bizdeki şu ölçem bu bizde. Ölçemni xuddi ma'laqi Lutfullah bilan Abduxoliq Uyg'urni selishtirib topolmay qolsinki haqiqiy Uyg'urning sharik topolmagandek bir ishlayotdi hozir. Bu o'xshash gap o'sha. O'lcham mujmal chunki. O'lcham nima degan vaqtda bu millatning manfaati uchun hammadan voz kechib birni yo'llamanga degan odam bu millatningki mustaqilliginingki bu davlatningki mustaqil otisi bo'ladi. Agar bu ot kim desa shu Abdülaziz Mahsum bo'ldi mesela Xitoyningki mustamlika asli. Shu Abdülaziz Mahsum bilan İlham To'xtani silish to'g'ri bo'lmaydi. Doğru. Nayt tefsili tushuntirib berdim. Bu yerda bir Sözüm tugadi. Bu yerda bir siyosiy sezgirlik bo'lish kerak. Bu yerda bir o'yan bog'liqini tushunish kerak. Agar İlham To'xtani beshimiz qilib ko'tarib, İlham To'xtani yo'lda mangamiz desak, demak biz Xitoyningki shu ishg'oliyatini, shuning siyosatini qabul qilgan bo'lamiz. Bu yerdagi o'lchamda nayt aniq bilishimiz kerak. Undan keyin bu Uyg'ur biz degan to'rbitiningmi bizning burun to'rlari dedik, bizning programmada dedik. Bir cho'ng o'yanning ichidagi bir to'rbiti vatanning ichiga ichilishi bilan davlat sirtiga Xitoyningki sirt qo'yib berganda butun o'xshamaydi. Sirtda qo'yib berganda butunlay bu erkinlik, bu demokratiya davlatning yo'q bir erkinlik bor. Xitoy uni o'zimizning bizningki bizga ichib bermaydi-ki. Uni ichib bersa Xitoyda uni kutib olmaydi. Bu yerda bir cho'ng o'yan bor. Shunga İlham To'xtaning ishiga kelganda haddan ziyod hayajonlanib ketib qoldiqni qizitib olsak, ziyon tortamiz. Rahmat. Endi biz 1 oktyabr Xitoy tajovuz ishg'olchiligini 1 oktyabr
kuniga qarshi namoyishni biz o'zgartib 12-oktyabr chiqargan qildik. Buningki ahamiyatini so'zlab bera olamsiz? Qancha vaqtim qoldi? Bugun eng oxirgi savol shu bo'ldi. Vaqtingiz 10 minut bor. Xo'sh, bu 10 ayning 13-kuni 49-yili bu Xitoyninki Ozodlik armiyasiningki masxirlik nom bilan Ozodlik armiyasiningki Sharq Turkistonga besib kirgan kuni. Bu kun biz uchun bir davlatni yo'qotgan bir elninki farzandlar uchun eng qayg'uli bir kun bo'ldi. Chunki bizning butun fojiasimiz mana shu kundan boshlangan, 10 ayning 12-sidan boshlangan. Onundan keyin qahramon Sharq Turkiston xalqi ayni vaqtda Xitoyning tajovuzchilariga bosh egmay kurash qilgan. Az sondagilar yasab jabdurulganlar Ürümchida Janubiy qovoqning oldida Xitoyninki Afgan askarlariga gul taqdim qilgandek ko'rinishi bilan xalq qo'llagan ozodlik armiyaning kirishini deb bunda bir propaganda qilgan bilan moyatda Sharq Turkistondagi boshqa rayonlarda xalq jumladan qahramon Sharq Turkiston xalqi asla bu tajovuzni qabul qilmagan. Xitoyning o'zining xabarlaridan ko'ra 150 mingdan ortiq Sharq Turkistonlik qarshilik ko'rsatkichlar toki 49 dan 55 mush aralıqda 6 yil aralig'ida turli shaklda bularga qarshi turgan. Hamda Xitoylar Sharq Turkistonga armiyalik, askarlik besib kirishda tayyorliqsiz kirmagan. Bular o'zininki askarlarni Pangdoxayning armiyasi bu. Lanjuga ekilib, Lanju harbiy rayonining demasiga ekilib, aşağıda Sharq Turkistonning jug'rafiyasi, aholisi, urf-odati va tarixi haqida mingjuyish xarakterlik nurg'unlagan tarbiyani olib borganligi ma'lum. Hatto ular Shinshiseyninki Yang Zhingshinninki Uyg'urlar haqida yozgan asrini o'qigan, ta'lil qilgan. Shundaq deyilganki, sizlar kirdigan bu davlat dushman rayoni. Bu rayon bizning bo'ladi. Abadiy bizning bo'ladi. Ammo biz bu yerdagi musulmon xalqninki bizga qartilgan turli shakldagi qarshiliklarni behuda ziyoda oshirib etmaslik uchun avval bularga kuyunib qo'ldak ishlab beramiz. G'ururuna tushmasinki, bu bizningki yerli xalqning ko'nglini utib, ularni bexutlashtirib, ularni armiysizlashtirib, qurolsizlashtirib, oxirisi butun Sharq Turkistonga put qo'llarimizni to'liq tiqib qo'yguncha bo'ladigan vaqtli bir taktika. Strategiya shuki, adaqqa nishonimiz butun Sharq Turkistonni o'zimizningki mustamlikasini ostiga elish deb qaralgan. Shuning bilan biz ko'ramizki, Xitoyning askarlarininki heliqi xushchiroy, heliqi yavash, heliqi bizningki nimalarga farishdek heliqi nimalari bir yovuz bir iblisninki xuddi nimaninki farishtalar qiyofatida bizning ko'zimizga ko'rinib, ko'zimizni g'alab qilishi bo'ldi. Shunday qilib turib bu Xitoylar shu qadar o'yinni o'ynab tursa-mu, yanalla tajovuzchilikni hargiz o'ziga ravo ko'rmaydigan shu Sharq Turkistonlik xalqimizningki ko'zini bo'yayanmidi, ular qarshi turib keldi. Keyin biz bilamiz, undan keyin oxirgi ziyoli ikkinchi jumriyatdan qolgan bir turkum ziyolilar oxirgi qitim Xitoy markaziy hukumatiga xat yozib, o'zining va'dasi turishini talab qildi. Va'da nima edi? Biz Sharq Turkistonga kirgandan keyin Xinjiang deydi ular. Kirgandan keyin bu yerda biz sotsialistik davlatni qurib beramiz, anadan keyin chiqdimiz. Biz internasional yoki xalqaro kommunizmning bir qismi.
Şinjan'ın şuna bir kısım buludu deyildi. Yani şunda turup Naci Sagek Şarkı Türkistanlık ziyaliler ve harbiy erbaplar ve ijtimoiy erbaplar bunun suiqasdligini bilganlik uchun Xitoydan naati yo'lliq shaklda va'da turishni talab qiladi. Ammo tumaydi Xitoy. Tumaydi emas. Bu xatni yozganlarninki hammasini degidek yig'ishtirdi. Ammo bu xat qatnashgan, ammo yig'ishtirilmaganlarning hammasi Uyg'urlarninki eng chong satqinlarga aylandi. Yani ikki narsa bo'ladi. Xitoy qarshi turganlar vayron qilinadi, qarshi turganlar saqlanib qilib, zakiroqlar qadar. Bu keyingi davomimiz shu. Shunga gap qaytib kelib savolga javob bersam, 10 ayning 12 kuni mohiyatda bizningki armiyalik uzil kesil mustamlik qilinganligimizningki bir nimasi. Bir kuni. Shuning uchun bu kunda o'zimizningki haqiqiy mustamlik kunimizni 10 ayning 12 kuni deyishga bo'ladi. Ham shunday qilishga chaqiriq qilaman. Hamda ma bizningki Salih Xudoyor apandim hukumatimizdagi tashqi ishlar ministerimiz Salih Xudoyor apandimningki CIA'ningki Amerika Markaziy axborot idorasi ayni vaqtdagi bir hujjatini e'lon qildi. Nimada Twitter. Yani o hujjatda deyilishicha Sharq Turkiston xalqininki Xitoyningki zulmini qabul qilmaganligi her bir Sharq Turkistonlik bunun qarshi ekanligiga oid bir ushurlar bor. Bu bir politik bir dalil. Yani Xitoy nima deb kelgan bizga desa, biza her millat xalqi bizni himoya qilgan degan gapni biz kichkimizdan tatib anglab cho'ngan biz. Xuddi biz tajovuzchilarni uyimizga mehmonga chaqirib, o'sha uyimizda shular vakolat bergandek bir gapni qilib bizni aldab kelganda, biz bu gapning yolg'onchilik ekanligini mana bu xil shakldagi hujjatlar orqali isbotlay olamiz. Biz hech zamon mustamlikini o'zimizga ravo ko'rgan emas, ham hech zamon ravo ko'rmaymiz. Shunga oxirgi gapim Sharq Turkiston surgun hukumati nomidan hammalarningki mana shu bizningki 20-asrdagi eng qayg'uli, eng qora kunimiz bo'lgan 10 ayning 12 kuni dunyoning har qaysi joylarida o'zingning chami yetgan shaklda bu kunni xotirlashinglar va bu bizga bu kunni beshimizga sog'an mustamlikchi bo'lgan Xitoy hukumatiningki sizlar turayotgan yerlardagi turli vakillik organlari va institutlarga qarshilik bildirishinglarni talab qilaman. Gapim tugadi. Rahmat, Naytni to'liq tushuntirib berdingiz. Amaliyotda Xitoylar 1949-yildan 1954-yilgacha o'ziga qarshi ko'rsatdi degan nom bilan 150 ming Sharq Turkiston xalqini o'ldirgan. Xitoy g'alchisi Burxon shohidi buni 1954-yil 3-oyda Urumchi radiosida so'zlagan. So'zida biz Burxonni bir chog'larda Uyg'urning u nimasi bu nimasi deb mishdiq-ku biz ahmoqlar. Uyg'urning eng chong xoini shu. Endi bu bizning motam kunimiz. Buningda Amerikada biz namoyish chiqimiz deb tayyorlik qilib shuni e'lonlarni berdik. Endi siz men tunalar efendim X qo'ygan yana bir to'lim ahamiyatli uchurga diqqatimizni berib boqaylik. Fuqaroviy, ya'ni civic degan gap-ku. İtaatsizlik bizning masalamiz emas. Bizning masalamiz fuqaroviy itoatmanlik. Bizning masalamiz shuki, butun dunyodagi xalq rahbarlarining diktatorligiga itoat qilib keldi. Mana shu itoatmanlik sababi millionlagan kishilar o'ldirilib keldi. Bizning masalamiz shuki, kishilar namratlik, ocharchilik, do'tlik, urush va bag'irqatlik oldida itoatman bo'ldi. Bizning masalamiz shuki, kishilar itoatmanlik bilan turmalarimizni ushshaq o'g'irlarga to'ldirib etdi, ammo haqiqiy katta o'g'irlar davlatimizni boshqarib keldi. Mana bu bizning masalamiz deb Howard Zinn degan odam debdi ekan. Endi siz buning nisbatan endi o'zimizning masalasiga qarab boqaylik deb 1949-yili Xitoy besib kirganda bizga mustaqil sotsialistik davlat va'da qilganda ishondik. Tajovuzchilarga itoat qildik. Milliy armiyamizning qurollari tartib olinganda endi tajovuzchilar bizni qo'g'daydi deb ishondik va ularga itoat qildik. Barliq boylarimizning mol dunyosini bulab talinib tartib olinganda endi Xitoy davlati bizni boqadi dedik.
tajovuzchilarga ishondik va ularga itoat qildik. Barliq vatanparvar sarxil ziyolilarimiz millatchi deb tutilib, etilib, vayron qilinganda partiyaga ishonsakla aman qolamiz dedik. Onunga ishondik va itoat qildik. Butun yer asti üstü baylıklarımız Xitayga toşulup talan-taraj qilinganda Xitay davlati insofli va bizning nisibimizga qar sanamaydi dedik, ularga ishondik va itoat qildik. Ondan tajovuzchilar texmo petinib tilimiz, ma'rifimiz, kulturimiz va dinimizni vayron qilishga boshlaganda itoat qilsak, aman qolamiz dedik va ularga itoat qildik. Oxiri itoatimiz bizni medirlamas qilganda tajovuzchilar yirtqich abdini açtı ve qatlam başlandı. İtaatlikimiz amanlıkımızın kapaleti bulanmadı. Chet elden yana itoatmanlikni yazsak, qatlamdan mı better akıbet aldığımızda. Demek qadam itoatmanlik bizni asta vayron qildi. Muşlarni yezibsiz. Demek ki faqat itoat qilmaslikla qutulish yo'ldir. Bunun yolunu açkan sürgün döküntümüz emasmi? Merhamet qarindoshlar, merhamet vatanimiz uchun, insonligimiz uchun, haqqoniyat uchun, Alloh rizosi uchun to'g'ri yo'lga merhamet. 12-oktyabr bizning davlat motam kunimizda Qizil Xitoyning vatanimizni tajovuz qilgan bu motam kunimiz uchun namoyishga merhamet. Rahmat, hammanglarning mana shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi programmamiz mushat oxirlashdi. Men Tuna apandim, vaqtingiz ko'p rahmat. Alloh xayr qilsin.